Ibn Abbosning oldida astagfirullah va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya'ni birinchi jahiliyat davridagidaqa yalang'och bo'lib chiqmanglar degan oyat o'qilganda Ibn Abbos mana shu oyatni sharhlab aytdiki, odamning 2 farzandi dedi. Ko'paydi. Tog'da Shis bilan qolganlar, sohilda Qobil bilan qolganlar. Tog' kishilari tog'da qolganlar. Erkaklari chiroyligida, ayollari unchalik go'zal emas edi. Endi sohilda yashagan Qobilning zurriyotini ayollari chiroyligida, erkaklari unchalik chiroyli emas. Ibn Abbosda keltirilgan. Shayton sohilda yashaydigan odamlarning bir uyiga yosh yigit suratida xizmatkor bo'lib ishga yo'llandida, sekin-sekin musiqa asboblarini yasab, ularga chiroyli ovozlarni chiqarib ko'rsatib berdi. Sohildan chiroyli ovozlar tog'dagilarga eshitila boshladi. Ba'zi bir odamlar tog'dagilar sohilga borib ozgina quloq solishdi. Shu suratda vaqt o'tdi. Sohildagilarda bir kun hayit bayrami bor ediki, ayollari yalang'och bo'lib o'ngga tushib berardi. Tog' kishilari bo'lib tomosha qilib turardi-da, ayollarning chiroyligini ko'rib, ularga bir boshqacha nazar bilan qarashdi. Shunda aralashmasdi, faqat tomosha qilib turishardi. Tog' kishilardan bittasi jur'at qilib bordi, aralashdi, keldi-da bo'ladam chaqirib ketdi. Ana shunda birinchi marta zino sodir bo'ldi. Ya'ni nimadan boshlanyapti zino? Yalang'och bo'lishidan boshlanyapti. Shunday zamonlar keladi degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida. Kiyimli yalang'ochlar paydo bo'ladi. Birodarlar, Imom Shofiy bir marta o'qib yotlab oladigan narsasini 3 marta, 4 marta o'qib zo'rg'a yotlagandan keyin ustozi vakiga nimaga meni zehnim pasayib ketdi? Har kuni bir marta o'qib yotlardimmi bu narsani desa, hozir kelyapti, nima ish qildingiz deydi. Domlasini olib qarasa, bir ayol kishi tovoni ochilib qolgan bo'lar ekan. Tovoniga ko'zi tushib qolib, 75% aqli ketib qolyapti zehni. Birodarlar, bizning kallamiz yana tutab ketmayapti. Bilib qo'yinglar, har safar qaraganimizda aqlimizdan inson bitta gunoh qilar ekan, aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Bir marta gunoh qilamiz, rizqimiz qiyiladi. Hadislarda keldi, odam bolasi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqini qirtaytirib oladi deyapti. Ko'zimiz yerga olib qochayotganda birodarlar, biz aqlimizni ehtiyot qilyapmiz, rizqimizni ehtiyot qilyapmiz, Parvardigorimizning muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradingiz ham, deb boring qaradingiz ham, mana oxirigacha qaradingiz. Shu Bakovoydan ham qarab qo'ydingiz orqasidan. Shax chiqdimi? Ko'ringlar-da, qaysi daraja olib ketdik. Imom Shofiyda pokizlarligini qarangki, tovoniga, u oyoqni bu yog'i avrat hisoblanmaydi, oshig'ida past ayol kishiniki. Tovoniga ko'zi tushib qolganda zehniga shunday ta'sir qilgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan turdi, bir sassiq havo keldi hidi. Falon joyda munofiqlar yoki yahudiylar bizni g'iybat qilyapti dedi. G'iybatni hidini sezishgan ekan. Chunki ular g'iybat qilmaganligi uchun sezgan. Biz nimaga hozir sezmaymiz desa, biz toza havoda olmadik hali bir amatda. G'iybat hidini farqlashlik uchun. Shunday emasmi? Biz ana shu g'iybat hidini hidi o'rganimizdan toza havoda farqiga bormay qolganmiz. Xuddi shunga o'xshaganda ko'zimiz zino qilaverganligidan, ishtonsiz avratini ochib yurganlarni ko'raverganligimizdan oddiy narsa bo'lib ketgan. Hajga borgan birodarlar, o'sha 20 kun yurganmisiz, 30 kun yurganmisiz, umuman ayol kishi unaqa avrat ochilgan holda ko'rmaysiz-a? 20 kun, 30 kun yurgandan keyin kelsiz, naridagilar shaytonga o'xshab ko'rinadi. 5-6 kundan keyin normalniy bo'lib qoladi ham yo'q. Ya'ni ko'zingizga o'tirib qolgan bo'ladi haligi. Zino ana shu kiyimni yo'qligidan boshlangan ekan birodarlar. Undan tashqari qaytarib aytamiz, rizqimizga to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Gunoh qilishimiz.